Shundoqqina Gorbalnisaning oldida mana shunday qizil kirpichli domlardan bir xonalikni ikki xonalik qilingan bitta yaxshi variantimiz sotuvga chiqmoqda. Hozir obzorni ichkaridan davom ettiramiz. O'zimga shaxsan yoqqan tarafi har kim ham kira olmaydi. Bu parolni ko'rmadim deb hisoblayvering. Дверь открыта. Xudo xohlasa bitta oila mazza qilib yashash uchun barcha shart-sharoitlar bor. Bundan ortiq yana sizga nima kerak? Proyektni tushuntiraman. Orqada asosiy kiraverish eshigi, kirgandan mana bunday uzun koridor qismi, to'g'rida uyning sanuzel xonasi, eshiklari yaxshi, kombinatsiya qilingan ob'ylar bilan yaxshi. Qimmat Xitoy kafelar telgan, pastdan tepasigacha, tepalarida tijoriy patologlar qilingan. Bu esa uyning yotoqxonasi. Aytib o'tganimdek, bir xonalik uyni ikki xonalik qilganlar, 50 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda. Bu esa asosiy xonasi ham anchagina katta. Ko'rishingiz mumkin, mana bu dekoratsiyalar bilan aboy kombinatsiya qilingan. Uyning oshxonasi, duxkontrli kotyollar qo'yganlar. Ushbu fayz barokatli xonadonimizga $37,000 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa telefon qilib kelaverasiz.